Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun ko'rsatuvimiz davomida biz siz bilan tumanimizning ko'zga ko'ringan korxonalardan biri Ko'kpatas Qo'rg'onda joylashgan geologiya razvedkasi, ya'ni kon qidiruv bo'limining boshlig'i, bugungi kunda sobiq boshlig'i Jumayev Said ochilish to'rlarida suhbat olib boramiz. Keling, bu insonning qilgan mehnatlari evaziga topgan obro'lari, u kishini e'tiborga sazovor bo'lganliklari to'g'rilarida yaxshi rafiqalari Bahman ayadan eshitamiz. Marhamat, tinglang. Ben Xudodan shuni tilayman, joylari jannatlar bo'lsin. Ben Jumayev Mashlab Said ochilishni katta farzandlari, onam, yerda otam geolog bo'lib ishlaganlar, shularni orqalaridan kelib qolganmiz. Yerda ulg'aydik, katta bo'ldik. Hayotimiz yaxshi o'tdi. Hech kimdan kam bo'lmadik. O'zlarini kasblarini sevganlar, yaxshi ko'rganlar, bizani ham shunga o'rgatganlar. Biz ham yerda shu kishini orqasidan ishlab yuribmiz. Birovga yomonlik tilamaymiz, ammo yaxshi nima qilib, o'ziga yarasha obro'yimiz bor. Biza oilada 2 o'g'il, 4 qiz, 6 kishi. Men Saidova Shahnuzabon Mashrab qizi, Jumayev Mashrab Saidovichni qizlari, Jumayev Said ochilishni nevaralari bo'laman. Meni buvam shu birinchi Dagustav Qo'rg'oniga kelib, shu birinchi ekspeditsiyani, shu konlarni ochgan inson bo'ladilar. Biz bundan faxrlanamiz doim. Shunda men o'zim ham 2002-yilda tug'ilganman. O'shandan keyin 11-sinfni tugatganimdan keyin Toshkent davlat texnika universitetiga konchilik ishi foydali qazilmalarni boyitish yo'nalishiga o'qishga kirganman. Uni hozirda tugatdim. 4 yil mobaynida o'sha yerda o'qib tugatdim. Nasib bo'lsa, men shu yerlarga, shu buvam ochgan konlarga ishga kirmoqchiman. Biza shu Jumayev Said ochilishni nevarasi bo'lganimizdan doim faxrlanib kelganmiz. Bundan keyin ham faxrlanamiz. Doim yaxshi xotiralar qoldirgan. Nima desak ham qilganlar, boshlarida ko'targanlar buvam. Doim aytadilar, "Bacham, doim oldinga qarab ildir, hech qachon orqaga ketma." O'sha uchun shu buvam 2016-yil 23-dekabrda rahmatli bo'ldilar. O'shanda hech qachon o'ylamaganmiz, shu insonni yo'qotamiz deb. Bizga og'ir judolik bo'lgan. O'sha kun hech qachon esimizdan ketmaydi. Shu buvam 22-dekabr kuni ertalab chiqsam, mashina yuvib o'tirgan ekanlar. Shu ekspeditsiya tomonidan berilgan Damas mashinalarini yuvib o'tirgan ekanlar. O'shanda buva qayerga ketyapsiz desam, "Bacham, Navoiyga ketaman" dedilar. "Sen kiyimlaringni taxlab turgin, men kelaman. Kelgandan keyin sizlarni Toshkentga olib ketaman" dedilar. "Hay buva" dedim. Keyin "To'xta qizim" dedilar. 22-dekabr kuni ertalab. "Ha buva" desam, "Men ketaman qizim. Agar men kelmasam, beying senga omonat" dedilar. O'shanda "Nimaga kelmaysiz buva" dedim. Endi bilmayman, o'zlarini shu vafot etishlarini ko'ngillari sezganmi, uni men bilmayman. Aytdilarki, "Beying senga omonat bo'ladi qizim, shu beyingga qara" dedilar. "Hay" dedim.
buvam ketdilar. 23-dekabr kuni Amitga yaqin bizga bu xabar keldi. Oxirgi aytgan gaplari shu: "Bering, sizlarga omonat" deb ketdilar. Opam Said va Umida mashrabimni o'sha nevaralarni Osiyo chempioni qildilar. Kurash sohasida, kurash sport bo'yicha. U ham buvamni otini dunyoga tanitdi. Said va Umida degan shu kurash belbog'lari, kurash nimalari bilan nechta medallari bor. Hammasi buvam rahmatlining orqalaridan. Hech qachon u insonni unutmaymiz. Hech qachon esimizdan chiqmaydi. Nasib bo'lsa, Xudo nasib qilsa shu sohani egalladim. Bundan keyin ham shu buvamni orqalaridan faxrlanib yurib, men shuni nevarasiman desam, qayerga borsam ham, xoh Samarqandga boray, xoh Toshkentga boray, shu insonni aytsam, Jumayev Said Ochilichning nevarasiman desam, hamma havas bilan qaraydi. Men hech qachon afsuslanmayman. O'qishda o'qidim 4 yil. O'sha yerda insonlarni ko'rdim. Shu Olmaliqqa bordim. Men shuni nevarasiman desam, hamma tanirkan buvamni. Shu biza nevaralar har doim buvam orqasidan faxrlanib shu kungacha keldik. Bundan keyin ham faxrlanamiz. Buvamni shu Jumayev Said Ochilevich buvamizni joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Lekin 2016-yil 23-dekabrda vafot etgan bo'lsalar ham shu kungacha doim yonimizda yuradilar. Nima deymiz? Joylari jannatdan bo'lsin. Amakim borlar. Jumayev Furqat Saidovich, u kishi ham shu buvamni ishlarini davom ettiribdilar. Amantay konlarda nachalnik bo'ldilar. Dadam Jumayev Mashrab Saidovich shu karyerda Dagustav konida svashik bo'lib ishlaydilar. Ammam ishlaganlar geologiya sohasida Jumayeva Yulduz Saidovna. Hammamiz shu buvam orqasida ishlab yurib, onam Norqulova Shoira Umarovna Dagustav konida kartograf bo'lib ishlaydilar. Doim shu buvam orqasidan biz shu kungacha kelganmiz. Bundan keyin ham buvam orqasidan faxrlanib yuradigan, nomimizni doim tanitib yuradigan inson bo'lib, buvam qanday obro'ga erishgan bo'lsa, otam ham, amakim ham, hammalarimiz mana buyib o'sha obro'larini saqlab, doim buvamning yuzlarini yorug' qilib, yaxshi nevaralar bo'lib yuramiz. Jumayev Said Ochilevich O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 1998-yil 9-sentyabr farmoni bilan Shuhrat medali bilan mukofotlanganlar. Buni shu birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan buvamga, shu Jumayev Said Ochilevichga Shuhrat medali topshirilgan. Undan keyin mustaqilligimizni 10 yilida, 10 yilligi munosabati bilan medal topshirilgan. 15 yilligi munosabati bilan ham medal topshirilgan. Shu qadar aziz inson bo'lganlarki, shu o'zlarini sohalariga chin yurakdan xizmat qilganlar. O'sha uchun ham shu prezidentimizni nazariga tushgan inson bo'lganlar. Shu Islom Karimov tomonidan o'zlari shu Shuhrat medalini buvamga taqdim etganlar. Buvam buni orqasidan juda ham ko'p mehnatlari bor. Bu narsaga erishish ham oson emas, chunki buvamning har qanaqa mehnatlarini o'sha paytda yosh bo'lgan bo'lsam ham, lekin doim ishdan kech kelardilar. Ishga qachon chaqirsalar o'sha payt ketardilar. Shularning orqasidan bu medallarga erishganlar. Biz ham nasib bo'lsa nevaralar bo'lsak,
shu insonga havas qilib kelgan biza. Shu kostyum buruglarda yurardilar, oq galstuklarni to'qardilar. Har xil qilib har kuni ertalab shu o'zlariga qarab galstuk to'qmasalar, lekin uydan chiqib ketmasdilar. Doim shu chiroyli kiyinib o'zlariga qarab, lekin manmanlikni bilmagan insonlar. Hech qachon bir men boshliq ekanman, yo nima ekanman demaganlar. Oddiy inson bo'lganlar, lekin juda ham chiroyli inson bo'lganlar. Shu prezidentni ham nazariga tushish hozirgi kunda ham hamma insonga ham nasib qilavermaydi. Shu buvam 2016-yilgacha yashagan bo'lsalar, shu kunlarning ichida 3 marta shu prezidentning nazariga tushganlar, 3 martada ham medal bilan taqdirlanganlar. Buni eng nimasi shu shuhrat medali bo'lgan. O'shanda ham shu prezidentni Islom Abdug'aniyevich Karimovni o'zlarining qo'llari, o'zlarining nimalari bilan guvohnomasi shuhrat medali topshirilgan. Biz ham bundan doim faxrlanamiz. O medal endi hozirgi kunda shu o'zlari yashab tug'ilib o'sgan joylari Buxoro viloyati Qarako'l tumanidagi hovlimizda, o'sha yerdagi uyimizda, hozirda yonimizda bo'lmasa ham, lekin o'shani rasm orqali bo'lsa ham sizlarga ko'rsatishni malol ko'rdik. O'shanda shu shuhrat medali mustaqillikda berilgan shu 2 ta medallar bor. Biz ham bundan faxrlanamiz, doim yonimizda bo'ladilar. Hech qachon hech kim bizni shu qalbimizdan shu inson o'chira olmaydi. Shu doim mana omonatlar bu meni biyim bo'ladilar. Doim shu kishini yonlarida bo'lganman. Shu buvam o'lganlaridan beri, shu vafot etganlaridan buyon shu inson bilanman. 4 yil o'qish mobaynida bo'lgan bo'lsam ham yonlariga kelib ketganman. 2 yil shu Qarako'l tumaniga tayyorlanishga borganimda, shu o'qishga kirishga shu inson doim yonimda bo'lgan. Doim qaraganlar 2 yil. Endi bundan buyon nevaralik burchim men qarayman. Va'da berganman chunki. O'sha kuni ketishlaridan oldin senga omonat deganlar, omonatlar men Xudoga shukr yonimda. Biz ham bundan shu insonlarni nevarasi ekanimizdan juda ham faxrlanamiz. Bitta men emas, qolgan nechta nevaralari bo'lsa, nevara, evara, chevara hammasi shu Jumayev Said Ochilevichni, Davlat va Baxmal Rajabovnani nevarasi ekanimizdan doim faxrlanib kelganmiz. Otam Jumayev Mashrab Saidovichni qizi ekanligimdan alohida faxrlanaman. Chunki otam ham endi shu inson farzandlari hech qachon bizani hech kimdan kam qilmaganlar. Mana 5 ta qiz biza oilada, 5 ta qiz bo'lsak, 5-alamizni ham o'qitdilar. Oliy ma'lumotli qildilar. 4 ta opam turmushga chiqib ketganlar. Men endi shu buvamni kasbini davom ettiraman deb o'qish tugatib, nasib bo'lsa endi ishga kirishga harakat qilyapman. 4 ta opam ham oliy ma'lumotli. 4-opam Saidova Umida Mashrabovna shu O'zbekiston Respublikasining chempioni bo'lganlar kurash sohasida. Hozirda u Milliy gvardiyada Zarafshon shaharda ishlamoqda. Hammasi bu ham shu buvam orqali, Jumayev Said Ochilevich orqali bo'lgan. Doim yordam berganlar, bizani qo'llab-quvvatlaganlar. 7-sinfligimda shu olamdan o'tganlar, lekin shu kishini motivatsiyalar bilan, kuchlar bilan doim bergan bizaga tarbiyalar bilan shu kungacha keldik. Hech qachon afsuslanmaymiz. Chunki bizdan orqamizdan otam ham doim faxrlanib kelganlar. Qayerga borsalar ham 5 ta qizim bor. Shuning farzandiman, shu Jumayev Said Ochilevichning farzandiman deb otam ham faxrlanganlar. Biz ham nasib bo'lsa faxrlanamiz. Bizning farzandlarimiz ham shu oiladan kelib chiqqaniga faxrlanib, shu onasi Jumayev Said Ochilevichning farzandi ekan degan nomga ega bo'lish uchun ham harakat qilaman.